Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Aziz she'rsevar do'stlarim, sizlarga o'qiydigan she'rimiz mahzunlik. Biz yomonlik ko'rsak gar, mahzun bo'lmaylik, mahzun. Yuz yomonlik ko'rsakda mahzun bo'lmaylik, mahzun. Odamni odam yeydi so'zi bilan albatta. Ko'z so'z bilan o'lsakda mahzun bo'lmaylik, mahzun. Hech yo'q kunda bir inson yomonlik qilib qo'yar. O'sha turqdan to'ysakda mahzun bo'lmaylik, mahzun. Hayotda to'ydirganlar, to'ydirmaganlar bisyor. Kimgadir to'ymasakda mahzun bo'lmaylik, mahzun. Bizni qattiq sevuvchi Allohim bor, Allohim. Odam mehrin ko'rmasakda mahzun bo'lmaylik, mahzun. Yayrash, sayrash ozmi ko'p bo'lib turar hayotda. Yayrab sayramasakda mahzun bo'lmaylik, mahzun. Mahzun bo'laylik, mahzun. Namozni sevolmasak. Mahzun bo'laylik, mahzun. Hussado, oliy sado azonni sevolmasak. Mahzun bo'laylik, mahzun. O'qiy olmasak Qur'on. Mahzun bo'laylik, mahzun. O'tib ketsa oldinon. Zikrlarsiz, salovatsiz mahzun bo'lish bo'lmaslikning yo'llari ana shular. Abadiylikni o'ylash yo'llari ana shular. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bandalaring jannatga loyiq tayyorla Alloh. Bandalaring jannatga loyiq tayyorla Alloh. La ilaha illalloh ya Allah.